Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men bir internetdan pul ishlash haqida bir mavzuni ko'rib qoldim. Halish daromad deb qo'yibdi. Ismim Alisher. Siz yaxshi pul ishlashni boshlashga qaror qilganingizdan juda xursandman deyapti. Avvalambor kanalga obuna bo'ling. Obuna bo'lganingizdan so'ng menga yozing, shunda darhol nimani va qanday qilishni tushuntirishni boshlayman deyapti. Kanalga kirib ko'rdim, umuman foydasi yo'q narsa. Kanalga obuna bo'ldingizmi? Savollar paydo bo'lmadimi? Nimadir bo'lsa, men aloqadaman. Assalomu alaykum, sizlar charchagamsizlarmi? Kanalga obuna bo'lgan bo'lsanglar, ko'rgansizlar nima qanaqaligini. Xullas, birinchi bo'lib sizga akkaunt ochamiz. Keyin dalchi ishlaymiz. Nima deysiz shunga? Xullas, keling o'zim haqimda biroz gap beraman. Men 28 yoshdaman deydi. Va so'nggi 4 yil davomida Moskvada yashayapman. Bu yerdan ishlash ancha qulayroq deydi. Sizning ismingiz nima, qayerdansiz deyapti. Qarang, bu mening mamnun o'quvchilarimdan biri deydi. Xo'p, Johnny 777 degan bo'lakan bu. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? 20.551.905 so'm. O'xshi balansi shunaqa emish. Sizga rahmat, bir haftalik daromadim deyapti. 20 millionga odamlar necha oylab ishlaydi? Men tezda ishladim deb yozibdi. Salom akam deyapti. Deb yozibdi. Hozirgacha yo'lda edim. Hozir esa bo'shadim, aloqadamisiz deyapti. Xo'p, men yozdim, Abdurashid, ishlashingiz uchun pasportingiz rasman tashlang deb yozdim-da. Endi yaxshimisizman deyapti. Internet orqali 500 mingdan 2 milliongacha daromad qilishni xohlaysizmi deyapti, men bilan deyapti. Sizga o'zim yo'ldan boshlab, uydan chiqmagan holda pul topish, kafolatlangan daromad qilish va uni yechish hammasi haqqoniy va qonuniy. Bir kunda 1 million topish sirlarini o'zim bilan birgalikda o'rganishni xohlaysizmi deyapti. O'rgatish bepul, menga to'lov qilmaysiz. O'zingiz shaxsiy hisobini to'ldirish joyida sizda shular bormi deyapti. Klikka ulangan karta va ichida 60 ming so'mingiz bormi deyapti. Xo'p, shu paytgacha o'rgatgan shogirdlaringizning nomerlarini bering deb yozdim. Yo'q, javob yozmaganman. 14:22 yozganman. Soat 7larda yo'qmi deb yozdim. xullas, kecha siz bilan gaplashuvdik. Hozir birimiz. Mashinamdan qochlaring-ne? Xullas, biz siz bilan kecha gaplashuvdik, lekin hali ham so'qqa qilishni boshlamadik. O'shanga nima deysiz? Aloqadamisiz? Xo'p, men yozdim, kimga aytyapsan, puling tugadimi? Noto'g'ri harakat va so'zlar uchun siz bloklandingiz deb yozib yotdi. Nima bo'ldi, tegib ketdimi? Foydan tekkan insonlarning til nomerlarini tashla deb yozganman, mana javob yo'q. Shu bolani taniydiganlar, ko'rganlar, birga ishlaganlar bormi? Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Like va podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanizlar, keyingi videolarda yana uchrashamiz.